kelin bu kim degan savolga nima deb javob beramiz azizlar? Kelin bu omonat. Otalar, kelin omonat. Shuni oila davrasida ayting, o'g'lim, bu qiz, bu kelin omonat bizga, otasi bizga ishonib bergan. Ular ham so'ragan, surishtirgan, ishonganki bergan bizga bolam. Qattiq gapirmagan kelinga. Onasi, bu kelin bizga omonat deng. Ota shu gapni gapirib tursa, qaynona fe'lini buzib, kelinga yomon gap gapira oladimi yo'q? O'g'lingiz ovozini do'rillatib, ayoliga qattiq gapira oladimi yo'q? Omonat azizlar. Birovni farzandi ostonamizga kelyaptimi? Ona qizim sizga ming rahmat deylar. Otalar iltimos shu gapni gapiringlar. Oila davrasida kechqurungi taomda qizim sizga rahmat. Men sizdan minnatdorman. Ota-onangizga ming rahmat. Sizga